Assalomu alaykum. Bütün dünyadaki Şarkı Türkistan ve Uyg'uristonlik qarindoshlarım. Hammanglarga samimiy salom, oliy ehtirom. Bugun biz ili batırlarının biz üçün özünün canini, hayatını bergen kahramanlarımızın 24 yıllık gününü hatırlayatımız. Biz o kahramanlarımızı hergizmi unutup kalmayımız ve ulanın arzu kılan arzularını amelge aşırımız. Ulanın mangan izi de ve ulanın avazı da, ulanın aşı şehitlerinin arzusu da, ballarının köz geçi de, ata-analarının ballarını atqa vakti da, köz geçi akkan köz geçi de biz özümüzde tavlap yetiştirivatımız. Eli batırları. Sizlerge oliy ehtiram ve eli batırlarının qarindoshları, tuqqanları ve yurttaşları oliy ehtiram, samimiy salom. Bütün urug' tuqqanlarga samimiy salom yollayman ve sabr tilayman. Ve ulardan faxrlanaman. Men bugün ata 2 ayning 5'i, bugün 4. Atalikka buni qo'yibmiz. Men shuni aytamanki, mening taqdirimni mushu Robiya Qodirning bugungi mishada o'ltirib vatandan chiqib ketishning taqdirini ili vaqasi o'zgartgan. Mana shu kuni qanchilgan qarindoshlarim, namoyishga chiqqan qarindoshlarimdan qanchilgan qarindoshlarimni ortiq necha minglab qarindoshlarimizni tutib g'oyib qilib, maxfiy o'ltirib, Xitoy hukumati shu jamiyatni bostirib, mushunda qilganni biz dunyoga anglatsak, shu vaqtida bizning bu fikrimizni reallik demagan. Qarindoshlar. Bugun dunyo şu vaqtidagi ili vaqasida 10 minglagan odamni qo'lga oldi, 3 minglagan odam g'oyib bo'ldi desak, mubolag'lashtirdi degan kun mana bugun hozir bu mubolig emas, shu vaqtidan boshlab Xitoy hukumati Uyg'urlarning tinchlik bilan ep bo'lgan talablarini irqiy qirg'inchilik bilan javob berganligini hozir butun dunyo oldida lager bilan isbotlanyapti. Mana bugun ili vaqasi, 7. ay vaqasi, Barın vaqasi, Qashqar vaqasi, Xotan vaqasi, Oqsu vaqasi, bütün bastırılgan namoyishlarning hamma tinchlik namoyishlarının, inqiloblarının Xitoyning irqiy qirg'inchilik bilan oyoqlashtirishi ve şu namoyishlarning maydonga kelishi Uyg'ur xalqining tinchlik bilan o'zining bo'layotgan qirg'inchilikqa bardoshlik bermay chiqib ippagan inqilobi ekanligini dunyo tunib yetgan bir kunda sizlar bilan suhbat o'tkazyapman. Men ili vaqasida qazo bo'lib ketgan qarindoshlarimning vaqasini tekshirish uchun men ilg'i berib, hammani ko'zim bilan ko'rgan, hamma ota-onalar bilan uchrashadiganlar bilan uchrashgan, qizimiz Ramila xonim bilan biz borgan. Şunun birdan-bir guvochisining birisi. Bugun mushu ili vaqasida dunyoning hamma yerida o'z qarindoshlarini aslab, ili vaqasini xotirlab ve şu qarindoshlarining bosgan izidan mangdiganligini, qisos oladiganligini inqilobchilarimiz, ballarimiz, siyosatchilarimiz namoyish etib turibdi va xotirlayapti. Bu kunni ilida jon berib, qon berib qahramonlarimiz bizga Uyg'urning ozodligini, mustaqilligini unutib qolmay xotirlaydigan bir kun qilib qo'yib ketdi. Bu kun biz uchun darslik. Bu kun biz uchun xotira. Bu kun biz uchun inqilobning tuturig'i. Biz mana mushundaq qahramonlarimizning oqidan iz besib bangimiz, biz bularning qisosini olamiz. Xitoy hukumati mayli ili vaqasi bo'lsin, mayli boshqa vaqa bo'lsin, mayli lager vaqasi bo'lsin, hergizmi bu o'tkaldan Allah'ning hukmi bilan o'tib ketolmaydi. Chekidan oshgan zulm chiriydi. Qarindoshlar. Mana bugun Sara qizimizning, Sara deyim, Tursunay qizimizning guvohlikdan o'tgan ayollarga bo'lgan bosqinchilik vaqalarini angladinglar. Bütün dünya tavrab ketdi. 2 yil burun bunu başqalarmı bizlərmi desək, bununla dünya işenməyən. Mana közü bilan ko'rib, o'zi beshidan kechirgan
vaqa bo'lgandan keyin butun dunyo o'rnidan qo'yib ketdi. Hozir endi biz nima qiladigan vaqtimiz qarindoshlar? Nimani talab qildigan vaqtimiz? Ana il vaqasini xotirladik, mana 7-ay vaqasini xotirladik, mana bunda namoyish qildik deb ketavermaymiz. Endi biz dunyoning bizning mushu holatimizga irqiy qirg'inchilik degan ekan, amaliy tadbir qo'llanishga dunyoni qo'pirishimiz kerak o'rnimizda. Endi kashkichi anglatish deyish anglatqanga dünya mayli Amerika bo'lsin, mayli Yevropa bo'lsin, mayli İslam dünyası bo'lsin, mayli Türk dünyası bo'lsin, mayli biz bo'layli, endi lagerlarni taqtish, turmalarni qo'yib berish, xalqimizni ozodlikka chiqarish, vatanimiz masalasini hal qilish, buni dünya amaliy bir bosqich, amaliy bir qadam bosmay, bunda quruq gapni qilib ketaversak, bizning xalqimiz dunyoda biz vaqirab qolaveramiz, xalqimiz mushundaq qavat o'lib tugaydi. Shuning uchun bütün siyosatlarimiz bugun eli vaqasini xotirlash munosabati bilan shuni jakalaymanki, ham sizlarga shuni murojaat qilamanki, har qasinglar o'zinglar turayotgan yerda o'zinglarning hukumatiga, xuddi Amerikada Uyg'ur uyushmasi mushu Uyg'ur harakatini mush qonun ma'qullatqicha, bu qitim irqiy qirg'inchilik degicha mushu mayli Alpidar olsun, Quzat olsun, mayli Max olsun, mayli Arslan olsun, mayli radyodakilar olsun, bir xalq harakatiga, mayli Bahar, mayli Maysan olsun, mush xalq harakatiga o'zgartib, ash kongressning ichini aylanib yurib, mushundaq State departmanlarının içinde ömülep jürüp, xalq hareketi olup, her günü söyleş arqılıq bulanı jim toğuzmay, ahire muş avazını çıkargandak, her bir devlet turuvatkan siyasi olla, endi uşaq düşecek. Anlatıш biz anlatıp olduk. Başkalar bizge anlatıvatıdı hazır. Mana muş guvaçılar öz anlatıdı. Teşkilatlarının kılıdığı işi, Avrupa parlamenti deyitip, Birleşken Devletler Teşkilatı deyitip, Amerika Kongres Senatörünün içinde Taşqı İşler Ministeri yetip, Germaniya Parlamentinin Taşqı İşler Ministeri yetip, Angliya Parlamentinin Taşqı İşler Ministeri yetip, Japoniya Parlamentinin Taşqı İşler Ministeri Kongreste Parlamenti yetip, Türkiye Taşqı İşler Ministeri Parlamenti yetip, hemmisi de endi Uyghur meselesi doğruluk keskin emeli tedbir kullanışını kolga keltirişimiz gerek. Endi keşkiçi quruq gap qildigan ishning jurnalistlarmi deb bo'ldi. Biz mi deb bo'ldik? Hozir bizning siyosatimiz, bizning Uyg'urlarning, Shanganning, Tayvanning va Tibetning masalasi dunyoning tinchligiga zich bog'langan bir masala bo'lgan ekan, buni oqiga tatmaslik kerak. Dünya o'zining tinchligi uchun bu irqiy qirg'inchilikni to'xtatmay kutib o'tirsa, bizning kichik bolalarimiz, analarımız bu qirg'inchilikqa badal to'layversa bo'lmaydi. Biz 70 yıldan beri, 200 yıldan beri Uyg'ur xalqi, Tibet xalqi biz badal to'lab keldik. Dünya siyosatiga badal to'lab keldik. Endi dünya bizni tilatmaslik kerak bu badalni. Shuning uchun siyosatlarimiz endi talabni eng qattiq, eng yuqori qo'ydigan vaqtinglar keldi. Endi biz hükümetlerinin, Amerika hükümetinin kun tertipleriga bizning ismimizdan Şinjan Uyg'ur Abdunum Rayi deb atmaslik kerak. Ya Sharqi Turkiston deb atash kerak. Şinjan Uyg'ur Abdunum Rayi degan xuddilik negerlarni haqorat til deb qabul qilmagandek bizga haqorat til u. Bunimi kun tartibga akilishimiz kerak. Besib olgan zimin degan gapni kun tartibga akilishimiz kerak. Hem lager, turma Uyg'urlarning azan qulluq mush masalada Amerika Birleşken Devletler Teşkilatı bununla amaliy tedbir kullandırış için biz hemimiz muş yığıvagan pullarımızla apırıp Birleşken Devletler Teşkilatı'da namayişini teşhidikmay işçide 20 gün, 1 ay, 3 ay yetişimiz gerek. Avrupa Parlamentinin içinde 1 ay, 2 ay, 3 ay yetişimiz gerek. Aylanıp ta bizni köz uxlayamaydigan holat akilishimiz gerek. Muşunda qığa vaqtimizda bu qitim dünya bizge emri tedbir kullanıyordu. Bağlı jığılımızı ana emçek sanmaydı. Biz suslatsak iş keçikip ketedi. Şunun için biz ciddi hareketki ötüşümüz gerek. Şunun bilen birge bütün ili vaqasiga qatnaşqan urug' tuqqanlarga, xalqimizga, bugun mushu namoyish ettirayotgan, mayli Avstraliyada olsun, Turkiyada olsun, Amerikada olsun, barliq sapdosh farzandlarimizga samimiy salom, oliy ehtirom. Allah bursa ozod bo'lgan vatanimizni ko'rishayli. Rahmat sizlarga.